Assalomu alaykum. Bugun qarindoshlar o'tirib hangoma qiladigan va birlashadigan qarindoshlarda bugun gap ekan. Bahosini berasizlar. Dugonalarim, qarindoshlarim mana shunaqa yig'ilib turish kerak. Mana o'tiribdi, Xudo xohlasa yig'ilishib keladi, Xudo xohlasa. Darsxonga bahosini berasizlar. Mayli laki bosmasalaring ham qarindoshlarnikiga yig'ilib turish kerak. Mana shunaqa qilib ajralib ketmasdan, tarqalib ketmasdan, bir-biriga oqibatli, diyonatli, bir-biriga yordam deydi-yu, shunaqa narsalarda korrupsiya uncha gap bilmasam ham qo'ldan kelgancha o'zlaring nimasini berasizlarda, Xudo xohlasa bahosini. Hammaga omad. Doim mana shunaqa o'tirishlarda ko'payishib o'tiraylik.